Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Avstraliya ziyoratini boshladi. 17 aprel Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, shundaqla Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon Avstraliyaga yetib berib faoliyatini boshladi. Hidoyatullo O'g'izxon Avstraliyaga yetib borgan tunji kuni Avstraliyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston jamiyat mas'ullari va oqsoqollar bilan ko'rishib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida fikrlashdi. Bundan keyingi faoliyatida Avstraliyaning har qaysi rayonlarida yashayotgan Sharq Turkistonlik muhojirlar bilan bir-birlab fikrlashib, Sharq Turkiston davosida birlikka kelish, birlikda Xitoyga qarshi turish haqida fikrlashishni planlagan. Turkiya sayohat ministri Xitoyda ziyoratda bo'lmoqda. 17 aprel Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning madaniyat va sayohat ministri Numan Qurtulmush Turkiya sayohat yili faoliyati munosabati bilan Beijingda ochilgan Xitoy sayli sayohat yarmankasiga qatnashgan. Xabarda yarmankada Turkiya tarafidan munbar ochilib, Turkiyani tunishtirish faoliyatlari va Xitoyning sayohat bozorining Turkiyaga bo'lgan qiziqishi haqida ma'lumot olganligi, Numan Qurtulmush faoliyatda muxbirlarning savollariga javob berib, Turkiya sayohat yili davomida 60 dan ortiq faoliyat va tunishtirish programmasi o'tkazilganligini, Turkiya bilan Xitoy jo'g'rofiya jihatdan yiroq bo'lsa-mu, kultur jihatdan yaqin ekanligini, ikki davlatning zo'r madaniyat tajribasiga ega ekanligini ta'kidlab, Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda ko'zlangan yaqinlashishning sayohat sohasida o'zini namoyon qilishni umid qilganligini, tarixiy Ipak yo'lining qaytadan jonlantirilishini nishon qilgan bir balvoq bir yo'l plani doirasida yo'l qo'yilgan strategik loyihalarning Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi yaqinlashishni texmi yuqori ko'tarishni umid qilganligini bildirgan. Atalmış tarbiyalash lageridan qo'yib berilganlarning psixik tangponligini yo'qotganligi ma'lum bo'ldi. 16 aprel China oid to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, atalmış tarbiyalash lageridan qo'yib etilgan 3 Qozog'iston fuqarosi psixiklik tangponligini yo'qotgan. Xitoyga yordam jamiyatining muxbiri Chavning 13 aprel kuni tuqqanlarini yo'qlab Sharq Turkistonga borganda Xitoy soqchilari tomonidan tutilgan va atalmış tarbiyalash lageriga qamalib, yaqinda qo'yib berilgan Qozog'istonlik 3 kishini ziyorat qilgan. Ziyoratda muxbirlar ulardan ba'zi ahvollarni egallashga uringan bo'lsa-mu, biroq ular na tarbiyalash lagerining ichki ahvoli, na o'zlarining salomatlik ahvoli haqida so'ralgan savollarning hammasini javobsiz qo'yib, gacha saranglardek hangviqib turib olib, atrofdagilarni qattiq andishiga solgan. Tahlilchilar Xitoy doiralari mazkur kishilarni atalmış tarbiyalash lageridan qo'yib berishdan ilgari lagerdagi ahvollarni hech kimga fosh qilmaslikka va'da qilishga majburlagan bo'lishi, hatto tarbiyalash lagerining ichki ahvolini sirtqi fosh qilibsa qayta tutib qamaydiganligi haqida tahdid solgan bo'lishi. Hech bo'lmaganda ular atalmış tarbiyalash lageridagi inson qalbidan chiqqan besimlar sababidan psixikasida tangpongsizlik ko'rilgan bo'lishi mumkin ekanligini bildirdi. Dünya oz sonliq musulmonlar yig'inida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida doklad berildi. 17 aprel Turkiya Diniy ishlar idorasining o'rinlashtirishi bilan Istanbulda Dünya oz sonliq musulmonlar yig'ini ochildi. Yig'inga 100 necha davlatdan 250 alohida mehmon qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston musulmonlarga vakolatan Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi Dr. Ataullah Shahyor va muavin rais ustoz Sirajiddin Azizi boshchiligidagi bir hay'at taklif bilan qatnashdi. Yig'inning 2-chi kuni elib berilgan Dünya oz sonliq musulmonlar masalasi haqida doklad va chiqish yo'lini muzokara qilish bosqichida ulamolar birligi muavin raisi Sirajiddin Azizi Sharq Turkistonning tarixiy va madaniyatini tunishtirish bilan birga Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida qisqacha doklad berdi. Prezident Trump Xitoyni pulning kursini tushirish bilan aybladi. Amerika prezidenti Trump dushanba kuni Xitoy bilan Rossiyani Amerika dollarining o'simini o'stirayotgan bir paytda xalq puli va rublining kursini tushirish bilan tanqid qildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, prezident Trump Amerika ijtimoiy taratqusi Twitterda e'lon qilgan bayonotida Amerika o'simni o'stirayotgan bir paytda Rossiya bilan Xitoy pul kursini tushirish o'yini o'ynayotdi. Buni qabul qilg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Har navbatlik Amerika prezidentlari saylamdan burun Xitoyning pul kursini kontrol qilayotganligi, agar prezidentlikka saylansa Xitoyni pul kursini kontrol qiladigan davlat deb e'lon qilganligini eskartib kelgan bo'lsa-mu, lekin hech kim prezidentlikka o'ltirgandan keyin buni oshkora e'lon qilib boqmagan edi.
Prezident Trump huquqdagi mezgilda Xitoyning pul kursini tushirayotganligini oshkora e'lon qilgan tunji prezident. Analizchilarning bildirishicha, Xitoyning xalq puli kursini tushirishi uning eksportini oshiradi ekan. O'xshash mezgilda Amerikaning o'simni o'stirishi dollarning kursini ko'tarib, uning eksport mahsulotlarining qimmatini o'rnatib ekan. Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan beri Xitoyning adolatsiz savdodan foydalanib Amerikani ziyonga uchratib kelganligi, savdodagi bu adolatsizlikka xotima beradiganligini eskartib keldi. U yaqinda Xitoyning 60 milliard dollarlik eksport mahsulotiga chegara beji qo'ydiganligi, shundaqla yana 100 milliard dollarlik mahsulotiga boj qo'yishni o'ylashadiganligini e'lon qilgan edi. Birinchi o'rtaq Paris qo'ltiqi qalqini manevri oxirlashdi. Saudiya Arabiston va Turkiyani o'z ichiga olgan 23 davlatning qatnashishi bilan boshlangan birinchi o'rtaq Paris qo'ltiqi qalqini nomli harbiy manevr oxirlashdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabiston davlat mudofaa ministrligining sohibxonligida davlatning sharqiga joylashgan Ash-Sharqiyya rayonida o'tkazilgan manevr Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdulaziz va 29-navbatlik Arab ittifoqi oliy rahbarlar yig'ini uchun kelgan rahbarlarning qatnashishi ostida murosim bilan oxirlashdi. Murosimga Turkiyaga vakolatan armiya bosh shtab boshlig'i Hulusi Akar va Turkiyaning poytaxt Riyodda turishliq bosh elchisi Erdo'g'an Ko'k qatnashdi. Birinchi o'rtaq Paris qo'ltiqi qalqini manevrining ta'lim-tarbiya bosqichi 21 mart boshlanib, 1 aprel oxirlashgan va rasmiy manevr boshlangan edi. O'rtaq Paris qo'ltiqi qalqini manevrining bayonotchisi general Abdullah Husayn As-Sabi manevrga qatnashgan davlatlarning quruqliq, dengiz, havo mudofaa va bo'libmi alohida qismlarining rost o'q to'rlarini ishlatganligini bildirgan edi. Abdullah Husayn As-Sabi zamonaviy qurollar ishlatilgan manevrda birlikda harakat qilish qobiliyatini oshirishning nishon qilinganligini eskartgan edi. Saudiya Arabistonning Sipa agentligida e'lon qilingan xabarda rayonning eng chong harbiy manevri deb baho berilgan birinchi o'rtaq Paris qo'ltiqi qalqinida ishlatilgan texniklarning dunyodagi eng zamonaviy qurollari orasida ekanligi eskartilish bilan birga mazkur manevrning bu nuqtadan burilish nuqtasi bo'lganligi qayd qilingan edi.